Bazı kişilerinki muş aşqazan suyuqlığı bunda ağız tarafga ta'sir yaratgan bir xil kasallik bor. Bu nurg'ulg'an adamning beshiningda o'tkazib boqimlashi mumkin. Bir xil ochiq suv yanadi deymiz buni. Ba'zilarning yurgan maydam etishib ketdi, qizishib ketdi doktor deb bo'lgandan keyin hamma yeringlar saq. Balkim oshqozoninglar azroq oshqozon kislotasi o'lab ketibdi yoki biz yenik darajada oshqozon kesilib ekan deb qo'ydi. Endi bu mushunda ta'sir eqish zodi nima sababdan kelib chiqdi? Birinchidan, ranglik suvlarni ko'p ichish. Bulupmu xunyu. Oshqozon ojiz odamlar doim qahva ichish qatorliqlarma shu oshqozon suyuqligininki ta'sir eqishini keltirib chiqarib, shu kechasi yotgan chig'inlar yoki bo'lmasa ozroq bir narsa yegash jarayonida mush oshqozon suyuqligi ta'sir eqib maydonlarni ichishtiradi. Ikkinchidan, mush doim oshqozon ojiz bo'lgan chog'da oshqozonga oid oson yaltib bo'lib kikirishni paydo qiladi. Mush kikirgan chog'da dal kikirish havo o'z yolg'iz chiqarmasdan oshqozondagi hazm bo'lmagan, buzilgan suyuqliklar tang kikir bilan birga o'rlabma, hatto o'rlab chiqib oshqozonda chiqqan shu o'rlab chiqqan shu suyuqlik balkim qizil o'nkashli 3 ta tarayga o'rinni yutquncha qatorliq yerlarni zaxmlantirib, sizlarninki yolg'onlanish qaratli kasallikka giribdorlik qilishinlar mumkin. Shunga ba'zi odamlar kechasi uxlagan chog'ida ba'zi odamlar shunga attigini o'rni qo'ygan chog'da gila olib qo'yish sababi nima degan chog'da dal oqshom yotgan chog'da oshqozon kislotasi ta'sir o'rlib dal yutqun chog'da yolg'onlanish paydo qiladi. Shunga attigan tarafda qo'ysanlar og'izinglar og'rib, gilinglar og'rib, ishib qo'yishning sababi shu. Dal oshqozon kislotasidan ta'sir eqish. Ondan bilak şu ba'zi odamlarninki ovozi bitib qoldi. Bu dal oshqozondagi suyuqliklarninki ta'sir eqish sababidan şu ovoz paydalarga yoki yutqunchoqlarga ta'sir qilma, yolg'onni paydo qiladi. Hem şu oshqozon kasalligidan og'rigan odamlarni biz tamaki chekmang deymiz. Chunki tamakining o'zi dal oshqozon 12 barmoq ucha yarasininki taltuki saqib ketishni to'satgan bir xatarlik, zararlik moddaning birisi. Şuna tamakının özü vay tinchlantirdi, rahatlantirdi degan bilan oshqozon og'rigan yoki oshqozon kasalligidan og'rigan tuqqanlar dal tamakininki sababidan balki bir umr oshqozon kasalligidan qutulolmay ketishingiz mumkin. Endi shu oshqozon yana shunday ta'sir o'rlay bergan chog'da bular shu oshqozonning suyuqligiga ta'sir eqib bergan chog'da shu ziqi kasalligidan og'rigan tuqqanlarninki ziqqisini darhol qo'zg'ab qo'ydi. Undan bilak shu o'pkiniki shaqchiqana yallig'larni, shaqchilarni yallig'lantirib, shaqchiqana yallig'i paydo qilib, yuta paydo qildi, har xil o'pka kasalliklarni paydo qilib qo'ydi. Shunga oshqozondan doim ochiq suv yongandak sizin bo'lsa, oshqozoningiz doim beorom bo'lsa, oshqozon hazmni yaxshilatgan, oshqozon kislotasini ziyoda qo'ylab ketganligini davolayotgan, oshqozon kislotasini ziyoda ajralib chiqishining oldini olish kerak. Buning uchun men bayam deganga o'xshash ziyodinbek tatliq, ziyodinbek tuzluq yemeklerini yemeslik, haraq, tamakini yarak duruş. Muş oshqozoni og'riyotgan, oshqozoni ta'sir eqiyotgan tuqqanlar xunyu içmeslik, ranglik suv içmeslik, qahva içmeslik.